Mana qaranglar. Anchadan beri bunaqa chiroyli hovlini ko'rmadim. Qaranglar, zo'rligini. Juda ham uyutli. Uyimizda 4 sotu maydonga ega. Joylashgan joyimiz zo'r joylashgan. Hovlimizda basseynlar bor. Bu yerda stol ustun qo'yilgan, bu yerda mehki zona qilingan. Bu yerda letniy kuxnalari. Shuncha joy zaydaga mashina qaqib qo'yamiz desanglar, hozir ko'rsataman sizlarga. Mana qaranglar, okamglar o'zlari uchun отдельный parkovka yasagan ekanlar. 4 ta mashina bemalol qo'yib qo'ysalar bo'ladi. Elektr korоче zaryadkalari ham bor. Mahallamizda tupik mahalla. Sampidan o'tishinglar bilan suv bor. Shu suvni yo'lida uchastkalar qurilib ketgan. Ana o'sha ko'chalarga kirganingizda shu katta ko'chadan где-то 500 metr kirganda mana shunaqa mahallada juda ham bir chiroyli hovlimiz sotuvga chiqyapti. Havosi toza. Hovlimiz ham keng qilingan. Aytdilar 2 sotuv hovli qolgan, 2 sotuv uchastka qurganman dedilar. Общий kvadrati где-то 350 kvadrat maydonga ega, yashash maydoni. Xonalar soni bo'lsa 5 ta va 2 ta hol bo'lyapti. Eng zo'ri hamma narsa qo'yapti. Mana shu holdagi turgan narsalar, uy ichidagi narsalar, hamma narsasi ichlari ham juda ham takoy uyutli chiqqan. Hozir ko'ramiz albatta. Podvalga bu yerdan tushamiz. Kotelnisi bor. Xo'p, sizlarni ko'p kuttirmayman. İçlarini ko'ramiz. Sizlar bo'lsa videoni tezda tanishib yotib qo'yinglar. Qani ketdi. Eng yoqadigani uyga kirishimizdan bilan katta hol bo'lgan, qaranglar. Hol juda ham katta qilingan, bemalol mazza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Eng zo'ri uyimizdagi hamma narsa qo'yapti, mebellardan tortib, даже mana bunaqa narsalargacha tashlab ketaman dedilar. Hech narsa olib chiqib ketmayman dedilar. Faqat o'zimizning narsamizni olib chiqib ketamiz dedilar. Davaychi birini tushuntirib ketaman. Bu zal qismimizda eshik qilmagan ekanlar. Mana shunaqa zinalarni olib tushasizlar. Katta zal qismi. Mebellarni ham zo'rini qilganlar. Oynalar hovliga qaraydi. Zo'r. Xo'p, dal yuramiz. Bu yoqda oshxona qismi. Oshxona meblari ham yaxshilar qilingan. Bas bo'ladi, ana добротный dom deyishadi, mana shu xulada. Xo'p, bu yoqda bitta общий санузел. Bu yoqda kladovka. Bu yoqda o'zi birinchidan shu spalniy bo'lgan ekan, endi hozir okamga ofis qilib qo'ygan ekanlar. Bu yoqda ham o'zining отдельный санузел bor. Tepada 3 ta spalniy bo'lsa, uchalasida ham санузел bor. Hozir albatta ko'ramiz. Asli bo'lsa videoni tezda tanishib jo'natib qo'yinglar. Ketdi, davom etamiz. Ikkinchi etajni ko'ramiz. Mana qaranglar, hovli. Takoy uyutli qilib qo'ygan ekanlar. Tayyor mebellari, eslatib o'taman, hamma narsa qo'yapti. Ikkinchi etajda bizda hol va 3 ta xona bo'lyapti. Davaychi master spalniyadan boshlaymiz. Hamma xonani o'zini ichida отдельный санузел bor. Hammasi. 3 ta spalniya bo'lsa, uchalasida ham hamma mebel texnikalar qo'yapti va har bittasining ichida o'zining отдельный sanuzellari bor. Bu yerda oynalar hovliga qaragan. Hozir ko'rsataman bitta oynada. Xo'p. Keyingi spalni. Bu yerda ham hamma mebel texnikalari bor. Bu yerda ham sanuzel dushvoy qilingan. Va oxirgi spalni xonasi. Buni oynalari holga qaragan. Bu yoqda ham garderobi, sanuzellari bor, tayyor. Zo'r. Planirovkalar juda ham zo'r tushgan. Joylashgan joyi ham zo'r. Tezda shu videoni tanishib jo'natib qo'yinglar. Mana shunaqa sifatli, patkulch hovli qilib yurgan tanishinglar bo'lsa, zo'r varianti bo'layman. Narxlari va hamma informatsiya opsioniyada bo'ladi. Videoni yaqinlarga tashlab qo'yishingiz sizlardan chiqmasdan bizdan kuzatishda davom eting. E'tiborga rahmat. Sog' bo'linglar.